Bir kuni Cristiano Ronaldo Patrik Evrani dam olishga o'z uyiga chaqiradi. Patrik Evra Ronaldoning uyiga kelgandan keyin ikkinchi Ronaldoning uyiga qadam bosmayman deb o'ziga va'da beradi. Sababi esa quyidagicha. Bir kuni Ronaldo meni o'zini uyiga mehmonga chaqirdi. Dam olish kuni edi. Uni katta uyi bor edi. Bir mazza qilamiz deb o'ylagandim. Bordim. Avval u yur ozgina to'p tepamiz deb maydonchaga olib chiqdi. To'pdan charchagan bo'lsam-da, baribir orqasidan bordim. Keyin biz ovqatlandik. To'g'risi, yegan narsamizni ovqat deb bo'lmaydi. Qandaydir parhez ovqatlar edi. Rostisi, nima yeganimni o'zim ham bilmadim. Keyin trenajyorga kirib, biroz shug'ullandik. Meni esa sabrim to'lib borardi. Keyin u meni basseynga suzishga taklif qildi. Men esa dod deb yubordim. Ichimda ikkinchi marta Ronaldoning uyiga kelmayman dedim. Ha, Ronaldo shunday dam olar ekan.